Koğum ülkenin geleceği, adamdın geleceği bilimden göz karandı ekendigini inana başlattır. Olimpiyada o'tgan joy bu do'stlikni ramzi deb qo'yadi. Жаңын оокат биlimдин ордосуна, жол аштыңыз жаштардын жолдосуна, ыраазычылык билдиребиз чын жүрөктөн уюштуруу тобунун орду толгус эмгегине. Жаңын оокат коомдук бирикмесинде бүт жаңын оокат боюнча ар бир көчөдөн бирден кирген мектептин директорлору, айыл кеңештин депутаттары, бүт баардык активдер бар. Анан баса бергилеп кетчү активдерибиз бар. Имяминов Зайлабидин, Каратаев Нематжан ака, Хайрулла ака деген, Дилшат ака Мамажанов дагы көптөгөн бир канча немелер бар, уюштуруучулар бар. Ошолордун баардыгына чоң рахмат айтып бир кол чалып коебуз. Абар. Hurmatli Yangiqatdagi 11-sinf bitiruvchi o'quvchilari bizning maktabimizga xush kelibsizlar. Bugungi hammamizni mana shu yerda to'planishimizdan maqsad mana o'zmoz o'zlaringda ham tushunchalar bor, ota-ona va maktab o'qituvchilaring hammasi tushuntirgan bo'lishi kerak. Bugun biz oddiy qilib aytganimizda olimpiada bo'lyapti, lekin analiz qilganimizda bugun menimcha tarixiy kun bo'lyapti. Sababi shu vaqtgacha mana shu bizda Yangiqatimizda bunday o'quvchilarimizga alohida ahamiyat berib, ularni o'qishga qiziqishini oshirish maqsadida o'zimizdan chiqqan ya'ni jamoatdan vakil bo'lib turib, homiylik qilib, bir sizlarga sponsorlik qilib olimpiada uyushtirilgan holat hech bo'lmagan edi. Bu menimcha Yangiqatdagi bilim sifatini ko'tarishda menimcha birinchi qadami deb bilamiz. Birinchisi olimpiada bu bilim tomonidan sizlarda o'qishga qiziqtirish bo'lsa, ikkinchisi bu foydali tomoni olimpiada o'tgan joy bu do'stlikni ramzi deb qo'yadi. Mana bugun bir-birimizni ko'rmagan o'quvchilar, ha mana 11-sinfda o'qir ekan degan holatda bir-birlari bilan tanishyapsizlar. Bu ikkinchi foydali tomoni. Men albatta mana shu bo'layotgan birinchi qadam, ya'ni o'quvchilar o'rtasidagi uyushtirilgan bu olimpiadadan juda ham biz masalan maktabni rahbari sifatida juda xursandmiz. Biz yana bu olimpiadani sharti bola tanlanmaydi, bahosiga qaralmaydi. Faqat 11-sinf bitiruvchilari hammasi qatnashishi mumkin degan joyi bizga juda ham yoqdi. Biz kecha bolalarga tushuntirganimizda o'shanga albatta qatnashib, o'zingizga analiz berib, qaysi holatdaligimizni biz o'zimiz ko'rib olganimiz bu yaxshi narsa. Endi mana shu olimpiadani sababchilari, ya'ni uyushtirilishini sababchilari bizda Yangiqatda umuman yashash sharoitidagi, umuman bizni turmush darajamizni, saviyamizni ko'tarilishda bir xalq ichidan otilib chiqqan bitta jamoa Yangiqat Ko'mdik jamoasi. Bularda boshchiligida ya'ni Nodirbek, Islombek boshchiligida mana shu guruhga tuzilgan. Mana shularda tashabbusi bilan bugungi olimpiadamiz uyushtirilyapti. Bu olimpiadani uyushtirishda bularning mehnati juda ham ko'p. Sizlarni to'plash, homiylarni topish, hammaga tushuntirish ishlarini olib borish bu oson emas. Biz bularga katta rahmat aytib, hozir so'z navbatini mana shu Nodirbekka bersak. Birinchidan assalomu alaykum. Mana shu hurmatli Yangiqatli elimizni yurtimizni ichidagi bizning kelajagimiz bo'lgan, ravnaqimiz sababchilari bo'ladigan o'quvchilarimiz hammalaringni mana shu bugungi bizning tadbirimizga xush kelibsizlar deb aytamiz. Hammalaringga omad tilaymiz. Doim mana shunaqangi ish choralarni o'tkazganimizda aktiv, to'liq qatnash berishlarini so'rab ketamiz. Endi bu nimani ish choraning tuzilishini jinni aytib o'tib ketsam, bir guruhda yo'l qilyapmiz, asfalt qilyapmiz, boshqa ko'prik, masjid deganday nimalar qilyapmiz. Lekin bilim beruv, o'quvchilarga e'tiborimizni yaxshi qaratmayapmiz degan tema ko'tarilib, shu temadan talashdan tortishdan shu bir tez
tariqasida bir sizlarga yordam berish maqsadida bundan keyin ham bunaqangi ish choralarni, testlarni ko'p o'tkazib turadigan bo'ldik. Mana maslahatlar bo'lyapti, krujovlar ochib beramiz. Faqat sizlardan talab qilinadigan narsa yaxshi o'qisalaring bo'ldi. U yog'ini Xudo xolasa bundan keyin uyushtiradigan bo'ldik. Endi ana shu guruhning ichidan o'zimizda Yangiovqat qishlog'ini da tug'ilgan, o'sgan, lekin ko'p yillardan beri Rossiyada ishlab, Rossiyada yuradigan Abdulaziz Muhammadamin aka. Mana Toshqo'rg'onlik shu aka birinchi qadamimizga homiylik, sponsorlik qilib, ana shu odam mana shu uyushtirishdagi ketgan sarf-xarajatlarni ana shu odam ko'tarib berdi. U odamga ham o'zim nomimdan, sizlar nomlaringdan, maktab direktorlari ma'muriyat nomidan minnatdorchilik bildiramiz hammamiz. Bundan keyin ham bunaqangi ish choralarni bir ko'p o'tkazib turamiz dedik. Mana o'sha odamni opoqisi Ismoiljon tog'a uzoq ko'p yillar bizni kolxozdan tortib boshqa Yangiovqatimizga xizmat qilgan odam. O'sha odamni otiga fond ochib, buni eng kichkinangi ish choralarni shunaqa tarzda bo'lmasa kattalarini juda ham yuqori tarzda o'tkazadigan bir fond ochmoqchimiz. Bundan tashqari qanaqangi bir yordamlar bo'lsa maktabga, o'quvchilarga har bir kelajakda bir mana nimalarimizni o'rniga notebooklar bilan kelmoqchimiz, Xudo xolasa prezga. Hozir bir nimani tushuntirib o'tsam, endi bu yerda baribir mana 2 kundan beri Islombek akamiz telefonimizga telefonlar kelib turdi. Masalan, alo taraf bo'lding, mo taraf bo'lding, ha bo'ldi, san ekansan, Ulug'bek yutdi. Manaqa yo'q. Bu testni mana hali bizdan bo'lay boshqa bir odam ko'rgan yo'q. Bir o'zimizni bir tanish orqali shu testni tuzdirdik. Test oddiy. Agar birinchi o'tkazishimiz biz 1-2 marta test o'tkazganimiz yo'q. Ancha-muncha bir xato kamchiliklari bo'lsa, bunga oldindan uzr so'raymiz. 50 ta savol: qirg'iz tili, biologiya, ximiya, fizika, matematika, rus tili va nimadan rus literatura deb turib bittala savol. Qo'limizdan kelgancha tuzdik, 50 ta savol jami. Endi men yerda boshida masalan Ulug'bek maktabi va familiyam yotibdi va nima? Qaysi sinfda A, B, V. O'shuni belgilab qo'ysalaring, biz testni olib o'tgandan keyin yana jinniya turib tursalaring, jiyintig'ini chiqarib mundaq chechdik, har bir sinfdan 1-2, 3, 4 o'rin ajratamiz. Har bir sinfdan. Va har bir sinfga o'sha 1-2, 3, 4 o'ringa o'zini nimasini beramiz. Undan keyin Yangiovqat bo'yicha 1-o'rin, Yangiovqat bo'yicha 2-o'rin, Yangiovqat bo'yicha 3-o'rin, 4-o'rin buni отдельно ajratamiz. Undan tashqari yana bitta bir nimalarimiz bor. Отдельный bir testni nimalariga qarab turib, bitta prizlarimiz bor. Uni ham nima qilamiz? Endi undan tashqari mana shu yerda har bir kelgan o'quvchiga bittadan ruchka va bittadan o'shetrar. Endi bu yerga kelmagan, kelolmagan o'quvchilarga ham o'qituvchilar orqali beramiz, yetkazib qo'yasizlar. Keyingi testlarimizga yoki keyingi bir ish choralarimizga qatnashishlik uchun har bir o'quvchiga bor, qatnashganiga ham, qatnashmaganiga ham bor. Bittadan ruchka, bittadan daftar hech bo'lmasa bir boshlang'ich birinchi qadamimizdan bir nima bo'lsin degan maqsadda. Bo'lmasa hozir buni boshlaymiz. Domla 9 ta xona dedingizmi? 7 tam 8 tam 9 ta xona to'lishimizga qarab 5 ta Ulug'bek, 5 ta Amir Temur oralash kiriladi. Boshida aytib qo'yaylik, bu birinchisi, o'shaning uchun albatta telefon yoki bo'lmasa orqasiga, yoniga qaragan o'quvchi testdan chetga chiqariladi. Agar mabodo bir u yoqqa qarab netib bir nimalar bo'lsa, telefonni albatta kirib ketyapti, tashlaysizlar, bez telefon kirasizlar, hech qanaqa hech nimaga qarash yo'q. Kelishdiga shunga hozir sekin chiqib turib, o'sha nimaga birinchi tezdan nimalar, xonalar yo ikkinchi tezdan? Birda 3 ta xona bor, tevada 6 ta xona bor. Endi mana bu Amir Temurdan, Ulug'bek maktabidan va boshqa hamma maktablardan birga kelgan o'qituvchilar, sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin, sizlarga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Undan tashqari hozirgi joylashishlarda yordamlashib qo'ysalaring. Biz hamma joylashib o'tgandan keyin bir testni nimalarini tarqatamiz. Endi 5 minut, 10 minut yana vaqtlaringni olamiz. Domlaga so'z bersa, Islombek akamiz so'z bersa va direktorlar bir og'zim qisqa o'zlaringiz sizlarning fikrlaringizni nimalarini aytib o'tsalaring, keyin boshlasak, ya. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar.
hurmatli uyushtiruvchilar, sizlarga ham rahmat. Mana bir oycha bo'ldi, mana shu Yangiovqat qumlik fondi ochilib, qishlog'imizdagi asosiy ko'riladigan masalalarni ko'rib aytib ham o'zlarining takliflarini kirgizishyapti. Hammamiz uyimizda bo'layotgan ko'chadagi to'y-to'ychiqlar, hammasida bo'layotgan sarf xarajatlarda hammalaring bilasizlar. Sizlarning eslaring kirib qoldi. Mana qishlog'imiz qila oldinga jilib ketdi. Ana shu yuqorida aytayotgan homiy aka-ukalarimiz mahalladagilarni ko'rdilaring, qishlog'imizda asfalt bo'lmagan ko'cha qolmadi. Masjidlarimiz, ko'chalarimiz hammasi obod bo'ldi. Mana Xudoga shukr. Demak, ana shu homiylar endi maktablarga ko'ngil bo'layotgani mana birinchi qadamini mana o'zlaring guvoh bo'lib turibsizlar. Demak, ana shu homiylarga, uyushtiruvchilarga biz sizlar nomlaringdan, masalan, men o'zim nomimdan rahmatimni aytaman. Ishlaringga rivoj, bundan keyin ham katta mana shunday maktablarga yordam berasizlar degan umiddamiz. Ishlaring doim mana shunday bardavom bo'laversin. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi ishchilarning qatnashuvchilari, hurmatli homiylar. Hozir domlalar ko'p yaxshi gaplarni aytishdi. Biz kecha buni eshitib, butun kallashdik, butun maktab o'quvchilari juda ham bir xursand bo'ldikda. Sababi bu narsa Yangiovqatda birinchi marta bo'lishi. Buni uyushtiruvchilariga katta rahmat. Ilohim mana shu Yangiovqatda bu narsa to'xtamasin. Bu birinchisi bo'lsa, o'quvchilar ko'zi bilan ko'radi, xudo xolasa hamma yoq haqqoniy, yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Borib sheriklariga aytadi, 10-klassida, 9-klass bundan buyoq bu narsa to'xtamaydi deb o'ylaymiz. Katta rahmat endi uyushtiruvchilarga. Hammaga omad. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, ustozlar. Mana bugun bir haqqoniy holatda o'zimizni bilimimizni bir tekshirib ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Qaysi darajada bilim olyapmiz, olmayapmiz. Ko'p so'zlarni mana ustozlarimiz aytdi. Endi hammalaringga omad. Bugungi kunda bir o'zlaringni bilimlaringni bir qaysi darajada olayotganliklaringni o'zlaringlar sinab ko'rasizlar. Hamma narsa bu yerda haqqoniy. Hech kimga bir narsani bir yetkazib yo javobini aytib boshqa narsa qilgani yo'q. Hammalarga omad tilayman. Rahmat. Keyin hozir kirib, chiqib, nima qilgandan keyin endi bugun vaqtimizni sarflaymiz. Ketib qolish yo'q. Sabab jiyintiri ham 1,5 soat, 1 soat vaqt talab qilsa, iltimos qilamiz. Hammalarni turib turasizlar. Keyin oxirida yana shu yerga Bu hozir to'planamiz. Islombeklar hatto bizni ham o'rlashtirmasdan itog'ini ham o'zlari chiqarishmoqchi-da. Shunga ozmoz vaqt ketadi. Hozir bor Assalomu alaykum, hurmatli Yangiovqat qishlog'ini ota-onalari, ustozlari, o'qituvchilar va biz uchun qadrli bo'lgan, bizning kelajagimiz bo'lgan o'quvchilar. Mana bugun biz bir kichkinagina ishora tuzib, mana shu test uyushtirib, o'quvchilarga bir ozgina bir sponsorimizni, demirchimizni Abdulazizov Muhammadamin Abdulhafizovich akamizni bir belgilagan bir podarkalarini test orqali bermoqchi bo'lib shu yerga yig'ilib turibmiz. Bu ish choralarning tuzilishida juda ko'plagan yaqinlarimiz, akalarimiz bor. Imyominov Zaylovning hoji aka gruppa tuzishda, Qo'ratorov Nemirjon aka, Mamajon Dilshod hoji aka, Otabek, Xayrullo hoji aka aytaversa ko'p, hammalari elimizdagi, yurtimizdagi barcha aktivlar nomidan mana shu ish choraning tuzilishi bo'yicha demolchimizga rahmat aytamiz. Mana o'quvchilarni bir intiqib, bir harakatlari, izlanishlari, bir e'tiborlari ancha bir boshqacha bo'lganligini ko'rib biz ham quvonib turibmiz. Mana bugun mana shu ish chorani yaxshi qilib, chiroyli qilib o'tkazib, har bir o'quvchilarga belgilangan o'zlarining sovg'alarini yetkazish maqsadida turibmiz. Lekin
Buni birinchisi emas, doimiy xatti-harakatlar bilan bundan keyin ham o'tkazib turishliklarga boshqa bemorchilarni ham chaqirib ketamiz. Xudo xolasa, bundan ham chiroyli, bundan ham bir yaxshi qilib o'tkazamiz. Bolalarni bilimini sinash maqsadida test uyushtirdik. Homiy Abdulaziz Muhammad Emin akaga avvalo rahmat va qolgan shu uyushmani a'zolariga hammalariga kattadan katta rahmat. Bugun mana xudo xolasa juda ham aktiv direktorlar, ustozlar, o'qituvchilar hammalari kelgan. Xudo xolasa bundan keyin yana ham shunaqa bir tadbirlarni yaxshi uyushtirishlikka homiylarni kutib qolamiz. Саламатсыздарбы? Бүгүн Амур Темир мектебинде 11-класстар арасында жүрүп тест болуп жатат. Тестибиздин максаты ушул Жан коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган окуучуларга колдоо иретинде тесттер болуп жатат. Биз Кызылтейт жалпы орто билим берүү мектебинен катышып жатабыз. Азыр тест жакшы, тынч, структуралар сакталып атат. Бири-бирине жан тартмай жок. Ар бир окуучу бирден партага отуруп, өз билимдерин текшеришип атат. Азыр дагы мындан ары уланысын да көрөбүз. Бул тесттин уюштуруунун максаты ушул ОРТга 11-класстар катышып жаткандыгына байланыштуу жакшы экен. Бир ирети окуучулар тесттерди иштегенди үйрөнүшөт, машыгышат, көнүгүшөт. Окуучуларда баягындай тартынуу, кээ бир окуучулар тартына турган сезимдери болот. Ошол сезимдерден кичине болсо дагы арылышат деп ойлойм. Yangi Ovqat qo'mlik birikmesini bolalarga rahmat, o'quvchilarni shunchalik rag'bat qilib, qatnashtirib, to'plab kelishib, har bir o'quvchiga o'z podarkasi bilan kelishibdi. Endi bizni ham qo'limizdan kelgancha o'qituvchilar harakat qilib, yaxshi natijalarni olishga harakat qilamiz. Bu jamg'armani boshlaganlarga omad tilaymiz. Bundan keyin ham bardavomli bo'lishini xohlab qolamiz. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын уюштуруу иштери жогорку деңгээлде өтүп жатат. Эң биринчи кезекте биздин келечегибизге кайдыгер карабай ушундай чоң мүмкүнчүлүктү түзүп берген Жаңы Оокат коомдук бирикмесине жана мына ушул коомдук бирикмени жетектеген Розалиев Надырбек, Мамажанов Исламбектерге ыраазычылык билдиребиз. Бул жөн гана билим сынагы эмес, бул окуучулардын канатын күүлөп, алдыга максат коюуга берген чоң түрткүсү болду. Мындай олимпиадалар балдардын билимге болгон кызыгуусун арттырып, коомдогу болуп жаткан ар кандай терс көрүнүштөрдөн алыстатат деген ойдобуз. Бул иш-чараларды уюштурган жалпы жамаатка ден соолук, иштерине ийгилик каалайбыз. Жаңы Оокат билимдин ордосуна, жол аштыңыз жаштардын жолдосуна ыраазычылык билдиребиз чын жүрөктөн уюштуруу тобунун орду толгус эмгегине. Assalomu alaykum hurmatli hamshirqishloqlar. Mana bugun biz meteorologiya sinf o'quvchilari orasida qishloqdagi yoshlarimizni yanada ko'tarinki ruh bag'ishlash uchun mana homiylar tomonidan qandaydir bir musobaqa deymi shuni uyushtirilgan ekan. Avvalambor bilan tashkilotchilariga va umuman bunga bosh qo'shib bo'lgan hammasiga rahmat aytamiz. Sabab deganda men hayotda mobaynida birinchi marta ko'rishim maktab o'quvchi, bitiruvchi o'quvchilarning o'rtasida mana shunaqa nima deydim, motivatsiya berganlar uchun. Degan sabab mana bu yerda bizning qishloqlarda juda ham ko'p yoshlarimiz ilmga intilishadi. Bugungi olimpiadani to'g'ri o'tganligi uchun hamma rozi. Masalan, biz ham boshqa maktab o'qituvchilari ham rozi bo'ldi. Mana shu savollarni uyushtirish bo'yicha men nima bo'lganim o'zimizning maktab programmasidan bo'lgan. Qaranglar, sizlar hali murakkab boshqa narsalarga cholg'igan vaqtda asosan bizda o'tiladigan 7, 8, 9 sinf atrofidagi tushgan test savollari hozir. Demak, biz maktab o'quvchisi 11da o'qisak ham o'sha oldingi narsalar ham bizda doimiy saqlanib turish kerakligini bildik-ya hozir. Bir yaxshi ish-chorani boshlab oldik. Xudo xolasa bundan keyin doimiy qilib ulab vaqti-vaqtida o'tkazib turamiz. 10-sinflarga, 9-sinflarga ham uyushtiramiz xudo xolasa. Sizlar bu yil bitiruvchisizlar, hammalaringga bir oliy o'quv yurtlariga kirib, byudjetlarga o'tib, ORT testlaridan eng yuqori ballarni olib, prezident qo'lidan nimalarda oltin attestatlarni olishlarini tilab qolamiz.
Birinchi o'rinimizga mana nimamiz bor. Shundan beramiz. Ikkinchi o'ringa bu. Uchinchi o'ringa bundan beramiz. To'rtinchi o'rin ochilmabdi. Mana undan beramiz. To'rtinchi o'rindan. Keyin yoppa yangi ovqat bo'yicha hozir har bir sinfdan birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi o'rin bor. Keyin undan tashqari yoppa yangi ovqat bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bor, to'rtinchi o'rin bor. Endi bu yerda bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bu bir nima deydi? Minus yo bo'lmasam bir nima emas. Masalan, Naymanboy maktabidan 3 ta oz kelibdi. Qatnashish Ulug'bek maktabida endi bir ish chora bo'lib nima bo'lyapti ekan. Mana Amir Temurga, Mirzakarim maktabi, bunday aytganda yuqori qatnashish bilan qatnashdi. Ergash maktabi, Qiziltet maktabidan bittalik ham bo'ldi. Qolgan o'sha qatnashgan maktabda o'qituvchilariga rozichilik bildiramiz. Keyingisida Xudo xolasa biz to'liq kutamiz. Har bir o'quvchi 233 ta o'quvchi soni bor ekan, 135 ta qatnashdi. Bu to'g'ri 50 ustida 60 ga yaqin. Lekin baribir biz 233 ta keladi deb kutuvdik. Keyingilariga to'liq kelib berasizlar deb o'ylaymiz, Xudo xolasa. Xo'p, birinchi 4-chi o'rindan boshlaymiz. Mirzo Ulug'bek nomidagi maktab 11-B sinfidan Ne'matjonova R oti kim dedilar? Rayhona. Keyingisi Hayitova M otini yozilmay qolibdi. Hayitova kim? Muntozabek. Ekovi 4-chi o'rin. Siz o'tib beravering. Bitta bunda. Qani, familiya chiqqanlar kelinglar. Tak. 4-chi o'rin Mirzakarimovdan 11-A sinfidan Toshaliyeva Z. 11-B sinf Mirzakarimovdan Soqiyeva M. 11-B sinf Amir Temurdan Oqyo'lova Z. 11-A sinf Amir Temurdan kim? Dilshodova X. 4-chi o'rin Sahoba liseyidan Abdukarimova S. 4-chi o'rin Ergash maktabidan Hamroqulov U. 4-chi o'rin Qiziltet o'rta maktabidan Abdusattorov T. 4-chi o'rin Temirqorov o'rta maktabidan Umurzaqova U. Endi 3-chi o'ringa o'tamiz. Mirzo Ulug'bek nomli o'rta maktabi 11-B sinf 3-chi o'rin Ahmadjonova R. 11-A sinf 3-chi o'rin Yulchiyeva M. Bu bino. Mirzakarimov maktab 11-A sinf 3-chi o'rin Sadrahimov R. Sadrahimova R. Kechirasiz. Sadrahimova R. 11-B sinf Mirzakarim maktabidan Batirova Mehrinigo. Amir Temur 11-B sinfdan Shabanova S. Amir Temur 11-A sinfdan Tursunaliyev A. Sahoba liseyidan Abduvasiyeva M. Ergash maktabidan Imom Nazarova M. Qiziltet o'rta maktabidan 3-chi o'rin Saparova A. Temirqorov o'rta maktabidan Karibayev U. Endi 2-chi o'ringa Mirzo Ulug'bek nomli o'rta maktab 11-B sinf Akbarova U. 2-chi o'ringa o'tgan. 11-A sinfdan Tursunaliyev O. Mirzakarim maktab 11-A sinf Usmonov O. Mirzakarim maktab 11-B sinfdan Sobirova Z.
Amur Temur 11-B sinfidan. Tolibjonova Sh 11-A sinfidan. Mirzahmedov M. Sahoba liseyidan. No'monjonov J. Ikkinchi o'ringa kelyapti. Tak. Ergash maktabidan Azimjonov K. Qiziltayt o'rta maktabidan Mamad Kadirova. Otini yozilmabdi. Mamad Kadirova kim? Ikkinchi o'rin. Temirqo'rg'on maktabidan ikkinchi o'rin. Rahmonaliyeva S. Bormi? Bor. Endi birinchi o'rinda olgan nima o'quvchilarimizga Mirzakarim maktabi 11-A sinfdan birinchi o'rin Rejavaliyeva R. 24 ball bilan. Mirzo Ulug'bek 11-B sinf. Dehqonova U. Tak. Qiziltayt o'rta maktabidan birinchi o'rin kim? Mamitova M. 31 ball. Xitoy. Tak. Temirqo'rg'on o'rta maktabi Qariyeva Arziqon 31 ball. Amag'oz Ergashev otindagi o'quvchi nimadan? 11-A sinfdan. Rahmatova A. Nechi bor Rahmatova? Rahmatova 33 ball bilan. Mirzakarimov 11-B sinf 39 ball bilan Batirova Mohmud. Ulug'bek maktabi 11-A sinf. Abdunosirov I 36 ball bilan. Amur Temur o'rta maktabi 11-A sinf birinchi o'rin 39 ball bilan Ahmadjonov D. Amur Temur o'rta maktabi 11-B sinf 42 ball bilan Tilovoldiyeva Fotima. Yangiovqat bo'yicha eng yuqori balga Sahoba liseyidagi Ismonaliyev Sh. 45 ball. 45 ball. Endi Naymanboy maktabidan birinchi o'rin bilan 18 ball bilan Abdulhamidova N. Ikkinchi o'rin No'monjonova Muxlisa. To'rtinchi o'rin Abdulxayev A. Hozir mana har bir sinf bo'yicha 1-2, 3, 4 o'rin berildi. Endi Yangiovqat bo'yicha 4-o'rin 39 ball bilan hozirgi 11-A sinf Amur Temur maktabi Ahmadjonov D. Молодец. O'g'il bolalardan chiqsa ham o'ynaymiz, ha? Mirzakarim maktabi 11-B sinf 3-o'rinda 39 ball bilan Batirova ikkinchi o'rin Amur Temur Yangiovqat bo'yicha ikkinchi o'rin Amur Temur o'rta maktabi 11-B sinf Tilovoldiyeva 42 ball. Va hozirgi birinchi o'rin deb bolani aytganimiz Sahoba liseyidan Ismonaliyev Sh. Xotini mana. Shohjahon. Nimadan geografiyadan nimadan yaxshi o'qisa kerak a? Mana ham. Tashingiz qo'shib. Bizda endi
nimalarga отдельный bitta bir nimamiz bor edi. Biz shuni taylaymiz deb nima qildik? Eng birinchi chiqqan o'quvchi testda mana hali vaqt kim chiqdi? Birinchi Qiziltepadagi o'quvchi kim chiqdi? Ben tanıyman. Saparova. Saparov. Hala kız çıktı hakikaten. Shunchalik o'ziga uverin bo'lib chiqqanligi uchun mana shu bizni nominatsiya отдельно qo'yilgan bizni ustozlarimiz o'qitib, mana shunchalik darajaga qancha mehnatlarini ayamay o'qitib kelishadi ustozlarimiz, ayalarimiz. Ularni har biriga qancha ko'p bersak shuncha oz. Lekin mana shu yerda endi bir ehtiyojga qarab nima qilib beryapmiz. Bunga ozmi ko'pmi mehnat, boshqa nimalariga xafa bo'lish yo bir nima yo'q. Mana shu yerda mana shunchalik vaqtida kelib, vaqtini ayamay Mamirjab domlarimizga mana o'qitman deb. Shu yerda shu narsalarni uyushtirib bergan Amir Temur maktabining direktori mana Anvarjonga kelgan. Hangi bitta gap beringlar. Mana shu savolda rostela o'quvchilar ichida yaxshi natijaga erishishi bu ota-onasiga bog'liqligini bilganim bo'ldim. Mana shu Fotima qizimizning ayasi Nomon va Feruzaga o'tmoqda. Haqiqatda uyda sharoit qilib, chiroyli qilib berganligi uchun bu natija men malades. Rahmat. Tabriklayman. Endi siz shunchalik nima qilgan bo'lsangiz, men buni sizga yana qaytarib beraman. Endi bo'lmay qoladi. Mashitda yaxshi nimaga Mirzakanning ot nimasida. Fazil aka qo'poldi. Mana Mirzakanning maktabining direktori qo'poldi. Har bir maktablardan bo'lishtiraylik. Hozir Mirzakanning maktabidan kelgan o'qituvchilar Maymonboyev va har bir maktablarga bittadan nima qilaylik? Qiziltayt maktabining nimasi? Qancha chop turamiz? Qiziltayt maktabining muallimiga kesiga beraylik. Maymonboyev maktabidan kelgan. Ergash maktabidan kim bor? Mirzakarim maktabi. Berildi. yana qaysi maktab? Qaysi maktab? Ulug'bek maktabidan. Temurga ham berasiz ekan endi, o janjal qilishyapti. Yo'q, janjal qilishmaydi, beramiz, albatta beramiz. Amir Temur maktabi. Xudo xolasa bizniki yetarli elar. Mana Saxoba liseyidan kelgan o'qituvchilar Xudo xolasa mana aka nimamiz butdi. Bir noroziliklar yo'q deb o'ylaymiz. Xudo xolasa yana bunaqa nimalarni ko'p o'tkazib turamiz. Hammalaringga katta rahmat. Hozir bunaka rayondan bizning og'ayimiz keldi. Biz bu og'aydan eng birinchidan o'ta bir rozimiz. Tushganda rayonga bosh bo'lib, shu og'ayimizni Zaynabin og'ayimizni qo'shib, shunday o'tkazgunga ruxsat berib, qo'llab-quvvatladi-da. Ana og'ay hozir biz test o'tkazdik, qo'ldan kelishincha jiddiy chiqardik. Har bir maktabning har bir klassidan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarga siyliqlarni berdik. Andan sinflari jang'on ovqat bo'yicha 1-chi o'rin, jang'on ovqat bo'yicha 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rin qilib siyliqlarni berdik. Andan sirtqarinda ejekelerimizni siylab, og'aylarimizni siylab, ularga da qo'ldan kelishincha kichkinadan belaklarimizni berdik. Jalpi jang'on ovqat bo'yicha 233 o'quvchiga birdan ruchka, birdan unday o'sha kelganiga dag'i, qatishganidagi kelmaganiga dag'i berib taratdik. Endi so'zni sizga bersak, sizdan bir kechirim so'raymiz. Biz ham halajoqdan kutilmasdan boshlab qo'yib, taratib qo'ydik deb o'ta kechikib bular ko'p kutib qoldi-da. Rahmat. Salomatsizlarmi, hurmatli og'ay ejekeler, hurmatli o'quvchilar. Birinchidan bugungi ishchilarni demir qilib ko'targan o'sha nadrag'ay boshlagan jalpi o'sha jamoatina, Abdulaziz Mirzaga jalpili o'sha Jang'on ovqat ayilindagi o'sha bilim beruga salon qo'shsam degan jarandlarga
Ноқат райондық білім беру бөлім басшысы Тағалайбек Сайпиевичтің атынан, өзіміздің атымыздан разылық білдіреміз. Құрметті оқушылар, бүгінгі өткөріліп жатқан тест бұл башталышы ғана. Мындан кейін, мындан басқачарақ, мындан таталдырақ, мындан ауырырақ дағы конкурстарды ұйыштырамыз. Эмне себептен? Себеби жаңы Ноқат айыл өкмөтүнүн, балким Ноқат районунун, балким Ош облусунун, балким өлкөбүздүн келечегиндеги чыгаан инсандар алаңарда отурат. Себеби мына ар кандай роликтер көрүп атасыңар, ар кандай бүгүн телефондун заманы, маалыматтын заманы, окуган адам кандай болорун, окубагандар кандай болорун күн сайын көрүп атасыздар. Ошон үчүн бул иш-чараны биз баштап аткандан кийин бир мезгил болгон, урматтуулар. Биз мектепке 5 сомдук демөөрчүлүк көрсөтсө экен деп издеген адамдар болгон, убакыттар болгон. Бүгүн демөөрчүлөр айрыкча биринчилерден болуп жаңы Ноқат айыл өкмөтүнүн мындай чыгаан балдары өздөрү барып туруп биз өткөрүп берели деп атат да. Бул деген сөз коом билим берүүгө не кылып атыптыр? Көңүл бура баштаптыр. Коом өлкөнүн келечеги, адамдын келечеги билимден көз каранды экендигине ынана баштаптыр. Ошон үчүн биз бүгүн мына алган сыйдык бул силердин келечектеги чоң ийгиликтердин эң алгачкыларынан болсун. Мындан аркы кандай гана сыйдык албагыла, мына ушул ручка ошого себеп болгон эле деп ойлоп жүргүлө. Мен бир Каныбек Исаков деген агай менен бирге отуруп калдым. Билесиңер, жаңы Ноқаттан болот, Кызылтейттен болот. Ошол киши чөнтөгүндө бир ручка салып жүрүптү да. Андан кийин мага белекке берейин деп туруп, 2 ручка чыкты. Бириси эски экен. Эскисин бере берем десем айтты. Бул менин мектептеги алган биринчи ручкам дейт да. 50-гө чыкканга чейин, ал ректор болду, ал министр болду. Кандай гана бийикте жетишпеди, чөнтөгүндө дайым эң биринчи алган ручкасы жанында болуп тур да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бир мезгилде силер дагы ошондой бүгүнкү алган белекти ошонун эң баштапкысы деп туруп эске алабыз деген ойдобуз. Анан мына 11 класстын окуучулары бүгүн силер 4 айда, узагы 4 айдан кийин, балким 5 айдан кийин мектептен кетесиңер. Мектепке кайра окуучу болуп келе албайсыңар. Мектепке кайра ак көйнөк кийип келе албайсыңар. Бүгүн силерди ак көйнөк кийип, же болбосо форма кий деп атабызбы? Бул балалыктын доорун баладай сүрүп кал деп айтып атабыз. Ага карабастан өзүбүздү бүгүнкү заманауи адам катары сезип туруп, башкача форма кийип атасыңар. Эртеге кайран ак көйнөк кийип калган эмес экенмин деген дагы убакыт келет. Ошон үчүн мына балалык доордун 5 айы калды. Ар бир күн силер үчүн майрам болуш керек. Ар бир күн силер үчүн жаңылыкка умтулган күн болуш керек. Ар бир күн силер үчүн изденүүгө болгон күн болуш керек. Ар бир күн силер үчүн келечегиңерди аныктай турган күн болуш керек. Кайсыл кесипти тандоо эртең тестти тапшыргандан кийин эмес, бүгүн башталыш керек. Урматтуулар, дыйкан дагы бүгүн эң кадыр бартуу кесип. Навайчы болобу, сварщик болобу, така кагабы, бардыгы кесип, бардыгы өнөр. Бирок унутпагыла, 2-3 жылдын аралыгында, 5 жылдын аралыгында навайчы дагы нан жабыш үчүн колунда сертификат болуш керек болот. Сварщик сварка кылыш үчүн колунда документ болуш керек болот. Ошон үчүн мына ушундай кесиптик окууларга дагы көбүрөөк басым жасаңыздар. Андан кийин мына жерде кыздар отурат, балдар отурат, бүт бардыгы. Президентибиз айтып атат, көп бүгүн ислам багытында көптөгөн маселелерди уга турган абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. YouTube'da ачсаң эле аалымдын түрлөрү көп. Туурабы? Аалымдар, сүйрөп аткан аалымдар бар. Бирөө айтты эле, дарыкана көп, андан көп, оору көп болот дейт да. Ооруну азайтайлы деп, дарыкана ачкан сайын оорунун түрү көбөйүп дейт. Мен айтып атамын, ошончолук маселе айтып атат, ошончолук динге багыттап атат.
Ошон үчүн ыйманга чакырып атат. Бирок биздин амалыбыз, биздин аракетибиз ошол айтылган маселеге, ошол айтылган ыйманга чакырган маселелерге ылайык болбой атат. Балдар, жалган айтканды, айтпаганды бүгүндөн үйрөнгүлө. Ата-энени сыйлаганды бүгүндөн үйрөнгүлө. Мугалимдерди сыйлап калганды бүгүндөн үйрөнгүлө. Себеби, урматтуулар, өнүккөн кайсы мамлекет болбосун, алардын өнүгүүсүнө бир гана себеп ал ата-энесин сыйлагандыгы, ал мугалимди сыйлагандыгынан болуп атат. Ошон үчүн буюрса биз кийинки иш-чараларда дагы көптөгөн иш-чараларда жолугушабыз силер менен биргеликте. Ал үчүн булар эми берип койду. Кайра анын кайтарымын күтөт. Мектепте де кандай ой пайда болду? Окуучуларга сыймыктан пайда болдубу? Окуучуларга биздин бергенибиз жактыбы? Же болбосо бекерлик эритинде отурабы? Дегендей ой болуп калат да. Бүгүн сыйлык албаган дагы биринчи кадамды таштады. Бүгүн сыйлык алгандар кийинки ийгиликтин эшигин ачты деп ойлошубуз керек. Ошон үчүн Надыр мырза, Абдулажиз мырза бардыгыңыздарга ийгилик болсун. Тапканыңыздарга жараткан өз берекесин берген болсун. Сиздер эле билим берүүнү ушундай колдоп турсаңыздар, сиздер эле билим берүүгө ушундай демөөчү болуп тура турган болсоңуздар, биз багынчу бийиктиктер, биз багынчу ийгиликтер алдык. Чоң рахмат бардыңарга. Sizge daha çok rahmat. Bu yerde daha bir de akıllı neme menен aytıp ötsök, anan sırtqa çıgıp bardığız bir süret götürüp koysak. Bu yerde oşol biz uyuşturucular bizden suranıştı. Şunu bir dikkat neme kılıp bakı tuğra tanış bilişsiz ötsün degen nemede uyuşturuculuk kıldık. Birok demorçu Abdulaziz Mahamadamın bizdin muna Taşqarlar учаскасынан өзү көп жылдар бою Россияда миграцияда жүрөт, бирок ушул жерде туулуп, ушул жерде окуп, ушул жерде өскөн адам. Эми анын деморчу болушуна себеп ошол Жаңын-Окат коомдук бирикмеси деп bir группа ачып, группада Жаңын-Окат коомдук бирикмесиде бүт Жаңын-Окат боюнча ар бир көчөдөн бирден неме кирген, мектептин директорлору, айыл кеңештин депутаттары, бүт бардык активдер бар. Анан баса бергилеп кетчү активдерибиз бар. İmyaminov Zaylabıdin, Qaratayев Nematjon aka, Hayrullo aka деген, Dilshod aka Mamajonov dagı köptөгөн bir kança nemeler var, uyuşturucular var. Oşulardın bardığına çoğun rahmat aytıp bir kol çalıp koyuyor. Uza bardı. Emi oşo bir neme geçirip bir suretke çıkıp koysak, birok үйүңөздөргө tinch, esen aman, sağ salamat jet olasыздар. Bugün okul günü emas. Ошон үчүн эhtiyat болуп кетиңиздер.